Çağan yıkılışıp kaldı. Bizning dükkan shunchalik aldırash qilyapmiz. Biroq mush aldırash sharoitimizda mı nurg'unlaganlaringiz sishin qilsizlar. Çağanlık sanmakçı edim, küçük ölçemni ko'rsatib qo'ysangiz deb. Şu an mush aldırash vaqtimni qo'yib, sizlarga küçük ölçemde sangiz o'gitay deb tayyorlik qildim. Qana birlikda boshlab ketaylik hamsa. Mana 1 kilo unning, 1 kilo unimizni soldik. Sangizimizni taxim yaxshi chechaklash uchun buningga 20 gram shakar siletimiz, 10 gram tuz, 280 gram suv maya, buningga cho'qim chuchigan suv maya qo'yamiz. 400 gram suv. Mana hamma materiallarimizni qo'yib, xamir jug'urib olsak ham bo'ladi. Bu xamirimiz lag'manning xamiridek ham chiqsa bo'ladi. Chingroq lag'manning xamiridek. Mana xamirimizni yaxshi pishirib jug'urib olamiz. Endi bu xamirimizni bir 10 minut tindirmasak bo'lmaydi o'jimo. Mana xamirimizni 10 minut tinib, shunda qaranglar, shunda yaxshi holatga keldi. Endi bu xamirimizni 300 gramdan zuvul qilib olamiz. Mana bu 1 kilo xamirimizda faqat 6 tal sangiz chiqadi. Mana bu holatda zuvul qilib olamiz. Mana zuvul qilib olgandan keyin ustiga xashuda yepib qo'yib qo'yamiz. Bu xamirimizni tindi 10 minutning yaxshisi. Endi buning o'ttirni mana shunda ham tiqib, mana shunda chambar holatda keltirib olamiz. Mana bu xamirimiz tinib tayyor bo'libdi. Endi buni ishimiz. Mana shunda ishmish holatga kelganda yana bir qitim tindirish qo'yib qo'yamiz. Men mush aldırash bozorimdimi yana sizlarga vina o'gitma, uyda qilishga qolaylik o'lchamlarni berma deb cho'ng o'lchamni qo'yib, kichik o'lchamni mana japa tortib o'gityaptim. Ajrim uchun tenzan kontrollaringni faqat oymay beringlar. Men taxmo yaxshi mazmunlarni o'gitma. Mana bu xamirimizni eshitmishda tayyor qildik. Endi yana bir tindirimiz, 5 minut tindirib olsak bo'ladi. Mana xamirimiz yaxshi tinib olgandan keyin lag'manga jiz qilgandek jiz qilib olamiz. Necha vaqtingiz belayzik salni qilinmaganlar, masangizni essanglar bo'ladi o'jimo. Mana buni natenga qisqa yo'gaymiz qo'limizga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 yo'gan bo'ladi bu xamirimiz. Endi cho'qimizga o'tkazib, sağlam vaqtimizda ishning xamiri bir pishmaydi, bir pishmaydi. Mana men cho'ng qozonni bolli ishlatayotganlik sababdan men kichik qozonda ham ko'rsatdim. Bu sağımızdan alaylik yeri qatlamaymiz. Mana işte egib turib ham pishiramiz mayda. Qatqandan keyin asta cho'qimizni cho'giltib turib ilib olamiz buning ichidan. Va, qaranglar. Nima deydi masanızın çiçekleri? Şunda peyz o'xshida. Bu yilqi yangi sangizimizmi? Yangi nusxa sangizimiz. Shunga qilib ketmaydigan musangizni yasab chiqardik endi. Xaridam shunda yaxshi ko'rdi. Degan sizlar bilan function qilib etdim. Amsi o'ginib, do'konlaringlarga chiqarib olamsizlar yo uyda etamsizlar. Etib men bilan function qilinglar jumamsa. Mana anarqa bir tal sangizimizmi pishdi. Bu sel soygandan keyin güllüb olamiz. Mana endi sangizimizni soyib oldi. Endi buni ustiga azroq erisni mana mush cho'tkularlam mishda berib olgandan keyin qizil gulimizni mishda chechib etdimiz. Ma 2 talni pista chechib qo'yma. Ajoyib chiroyli chiqdi bu. Bu sangiz yumshab ketmamdi deb hargiz gumon qilib qolmang, yumshab ketmaydi o'jima. Chunki bu irislar mening tibbi suklinim. Mana bu sangizimizda mushunda chiroyli xalni tayyor qilib qo'ydik. Agar uyda etishga vaqtinglar yetmay qolsa, udul shajarga kelinglar. Mana mushunda payzli xallar bor.